Angliyaga 6 oylik mas'ul ishga qanday borsam bo'ladi degan savollar juda ko'p kelgani uchun shu savolga javob beraman va bundan tashqari men obunachilarimga qanday yordam bera olaman, ya'ni shu Angliya mavsumi ish bo'yicha shu haqida hozir gaplashamiz. Men obunachilarimga to'g'ri yo'l ko'rsatishim va o'sha saytlar, qaysidir konsaltinglar, hujjatlar bo'yicha faqatgina ana shu Instagram orqali ma'lumotlar, yangiliklarni yetkazib turaman. Ko'proq ma'lumot bilganim uchun sizlarga ham shu ma'lumotlarni ulashaman. Ana endi Angliyaga qanday borsam bo'ladi degan savollarga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda xo'p, O'zbekistonda yangi ishchilar olmaganligi sababli faqatgina Proforsi, agar o'sha Proforsi qachonki tanlov e'lon qilsagina, o'sha payti siz tanlovda ishtirok etib Angliya mavsumi ishga kelishingiz mumkin. Bu tanlov qachonligini men bilmayman, lekin hozirda saytlarni kuzatib turibmiz. Xudo xolasa agar ochilganda Instagramga video joylaymiz, bizni kuzatib boring. Bundan tashqari migratsiyaning Telegram kanalini ham tavsiya beraman, chunki eng ishonchli manba Tashqi mehnat migratsiya agentligining Telegram kanali bo'ladi va bundan tashqari, misol uchun Proforsining saytlari bor, o'sha original sayti bor. O'sha yerdan aniq, ishonchli ma'lumotlar topsangiz bo'ladi.